Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşlar. Bugün Şembe günü hem onlarınki Şembe günü mübarek olsun inşallah. Cuma günü mübarek oldu hem de Şembe günü işqa mavat kaldı var, arımanat kaldı var. Toxtumay Facebook oynat kaldım var. Bugün şu Vel Esr degan sürene bir öğrensek, böyle şu Türkçe kitaptan Batur Karakallı kardeşimiz tercüme kılgan Facebook'ta Ender Karakallı Kur'an sürelerin kimliği girgen şu kitap arkalı günümüz. Bunu Facebook'ta çıkarıma koyduk. Kur'an sürelerin kimliği dep. Bunu tordan düşüreleysiler hem ev kitap yakınmışsa ev kitap altıda mı okuyalıysa Kur'an sürelerin kimliği dep. Android kitap, okşaş kitabını teşvilen. Mesela Esr suresi kelgen üçün. Tüngen biraz kögendim. Açılgan vakti 9 saat burundattı. Assallah. Görüsüler. Onun dinkin yetitildi Kur'an-ı Kerim battı. Bir assallah. Yani Kur'an surelerin kimlik okşamdaki. Onun kimliğe mesela bu Mao Kur'an suresi, surenin ismi Mao, aşının kimliği. Yani şu şekilde işlegen bunu işletken. Tefime yaxşı mükemmel, tefime yaxşırak bir nimesine yine işlep evet bir bakalım işimiz. Ondaki mushaf tertibi ve nuzul tertibi. Adette bizler okuvatkan Kur'an Arapça, onu mushaf deydi. Şu mushafninki tertibi bu üçü boğan çağda bassanım yine Sure Beqare'den başlaydı. Fatiha, Beqare, Ali İmran, Nisa. Eğer nuzul tertibi qaraydigan bolsak, bu tunç qitim nazil boğan Sure Fatiha, Alaq, Muzzamil, Muddessir, Zuha, İnşire, Kalem, Tekvir, A'la, Leyl, Fecir, Kadir, Asr. Demeyde kilidi. Biz Asr'ga keldik. Şunu Asr suresini kimlikini şunda öğrensek buladı. Onun kim Tor arkalık yardım şurasakın buladı. Kur'an sürünün kimliği, Kur'an-ı Kerim İslam nime, Ramazan yazmaları, pasif yaxşıdan aktif yaxşıga, yürek dövleti diyendek kitaplarını, tercüme kılan kitaplarını biz ev kitap kılıp işlep sizlerge sunduk. Bu ev kitaplarımızı düşürüp paydalanmasına buludu. Ondan başka kitap okuyucu var, İdokut. Bir iki insanlar üzerine kalan kitabını düşürüp okuyalısıyla. Hayat kitabının doğrudan kitapları bu. Kur'an, Küre, İslam nime, Hacı Risalesi diyendek. Kader Risalesi ve Şerhi. Kur'an, Küre, İslam nimeni assak, okuş. Yani mundercere çıkıyordu. Şunu asasen okuyumuz. Yerini paylaşma oldu. Diyendek. Bundan olsa karındaşlarımız bizem de şu Kur'an sürelerin kimliği diyen kitaptan Sure Esr günü evet yaptı. Aşımış okuyla. Nimiş kıvında okuduk diyen vakitte hem de normal adam kitapını banda kalın kitapını görse okumayı demiş. Günde
bir 2 sayfa yoki 3 sayfa kitap o'qiydiganға hozir haq күнәммәгілік. Çünkü Twitter çıkığılıq 114 harf, Facebook çıkığılıq şu kichkina resim yoki bo'lmasa kichkina bir narsa olsa o'qiy oladi. Instagram çıkığılıq o resim başka bir narsalar şu. Yine başka çıkan narsalar takımı içip bakmadım. Şuna da haq hozir asta-asta tayyornasiga odatlanib ketaylik. Anda bo'lgandan keyin qancha qisqa bir narsa bo'lsa, jo'ppada olsa, shuni shu kapsuldaklichu dara ya og'rigan chog'ida og'ziga solsa, yesa, og'riq kessa degandek aynan bir holatga kunab ketaylik. Şu anda biz bunu başında okumazsak bir özümüzge ögünüşme buludu, qaytadan takrarlaymiz. Ondan keyin sizlarga bir bilan birga Facebook'ta özara söhbət etib qalğan bo'lamiz. Bir Qur'on halqimiz bo'lgan bo'ladi. Ondan keyin balkim sizlar mashina haydab yoki boshqa bir ish qilayotgan bo'lsanglar, kim buni quloqlik orqali o'zinglar tingshalaysizlar. Yeni birisiga bu o'yinda bo'lib, qayt bo'lib videoga elinib, sindiris bo'lib kelib qoladi. Bu bizning qiyomatda Allohning oldiga borgan chog'da men shu Qur'on to'g'riliq, sening kitobing to'g'riliq, shunda darslarni o'rgangan birga deyish uchunmi yana foydasi bor. Buni qilmasak Alloh qiladi-da, nimaga oladi-da, xotirlaydi. Ammo biz Facebook'dan iborat bir qurolni, vositani yaxshi ishga foydalansak bo'ladi. Yomon ishga foydalanib, tuhmat qilib, oqimizni g'aybat qilib, yerib qolgandim bor. Bu ularningki ziniga şahit oldu kim, ispat oldu. Qanchalar qilsa qilaversin, Allohning o'zi amanet. Vel asr innel insana lafi husr degan oyatni o'qiymiz hamda surani. 13-sura ekan bu, 76-bet ekan kitobda. Biz ularning sharridan, şeytanның şerridən, insanның şerridən Allah'a sığınımız. Asr suresi sure 1. ayette tilg'ilingan asr kelimesi bilen atalgan. Asr sözü sıkıp suyunu çıkarış, mağzını elip şaklını taşlaş, ma'nosini bildiradigan fi'il tumuridan türünüp chiqqan. Odatda tush vaqti bilan oqshom orasidagi zaman tilimi asr deb ataladi. Mana bu vaqt ishlaydigan bir kishi uchun herib holidan ketgan, izilib suyi chiqqan va bir kunlik xizmatning natijasi ko'rilgan vaqtdir. 100 yillik bir mezgilmi asr deb ataladi. Chunki o insanның safasını namoyon qiladigan 3 avlodning umrini tamsil qiladi. Hisob kunimi asr deb ataladi. Chunki o husul kunidir. İnsanның qilmishlari o kuni ayriladi. Sura dastlabki mezgildagi mushaf va tafsirlarning mutlaq ko'pchiligida bu ism bilan atalgan. Buxoriy bu surani vel asr deb atagan. Asr surasi Mekke'de nazil bo'lgan dastlabki suralardan biri. Hazreti Osman'ның nuzul tertibida İnşirah, Adiyat suresi arasında 13. o'rinda yer algan. Adiyatning o'rni to'g'ri bo'lgan bo'lsa-mu, İnşirah suresining o'rni to'g'ri emas. Chunki İnşirah Zuha suresidan keyin nazil bo'lgan sura bo'lsa kerak. Mazmun jihatdan Zuha suresining qo'shmiqiga o'xshaydi. İbn Abbas tertibida Rahman Kevser suresi arasıga tizilgan. Bu texmi to'g'ri emas. Bizningcha Qadir Adiyat suresining arası eng muvofiq bo'lsa kerak.
Sure nazil bo'lgan tarixni aniq ko'rsatish qiyin. Shundaqdimi risolatning 1-yilning oxiri, 2-yilning boshlarida nazil bo'lgan bo'lsa kerak. Sure Qur'ondagi oyat hajmi jihatdan eng qisqa 3 suradan biri. Bularning hammasi 3 oyatdan tarkib topgan bo'lib, ular Kevser, Asr va Nasr surelerinden ibaret. Asr suresi hacim cihetten kiçik ama ma'no cihetten keng mazmunga ega. Baş temisi bolsa Qur'on barpo qilmoqchi bo'lgan o'rnak inson tipini tasvirlab berish surining balog'at jihatdan tengdishi yo'q. İmam Şafii agar Qur'on bu suridanla iborat bo'lgan bo'lsa, insoniyat uchun yanada yetarlik bo'ladi degan ekan Alusi. Bu sure bilan Beled suresi arasida mazmun jihatdan zich munosabat bor. İmam Şafii nima debdikan? Agar Qur'on bu suradan iborat bo'lgan bo'lsa, insoniyat uchun yetarlik bo'ladi debdi. Abdullah bin Hüseyin'den naql qilingan bir rivayet Asr suresining tunji Qur'on naslining hayotida tutgan o'rnini eng yaxshi shaklda tasvirlab bermoqda. Resulullah'ın ashablaridan 2 kishi bu yerda jam bo'lganda, birisi yana birisiga Asr suresini o'qib bermasdan ayrılmaydi. Tabarani. O'qishni Qur'oniy ma'noda tushungan vaqtimizda bu rivoyatdan mundaq ma'no chiqadi. Resulullah'ın sahabeleri bir yerde cem bo'lganda bir-biriga haqni, sabrni tavsiya qiladi ve onu hayotiga tatbiqlash haqida nasihat qiladi. Ularning buni hayot shakliga aylantirishi Asr suresini o'qish ma'nosini bildirdi. Asr suresini o'qish, ya'ni hayot shakliga aylantirishi, bir-biriga haqni tavsiya qilishi, sabrni tavsiya qilishi ve onu hayata tatbiqlash haqida qilgan nasihatlar deydi. Bizim boshqa ishqimizda shu haqni tavsiya qilyapmiz. Mena bu yerda oyatlar to'g'rilik, rivoyatlar, hadislar to'g'rilik gaplar chiqyapti, buni o'qiyapmiz. Sura insonning saodatini yoki falokatini o'z qo'li bilan tayyorlaydiganligi bayon qilmoqda. İnsanning gunohini zaman, davr, makonga ortib qo'yib, o'z mas'uliyatidan qochishni rad qilib, bu bahonaning qabul qilinmaydiganligi eskartilmoqda. Yaxshilikni belgilik bir tarixiy mezgilga mahkum qilib, qo'yib, o'zi yashayotgan davrda bosh ko'targan yomonlikni zaman oxiri degandek so'zlar bilan davrga otib qo'yib, o'zini oqlash mantiqasini rad qilmoqda. Ma'bek muhim gap, vazni ig'ir gap qarindoshlar. Yaxshilikni belgilik bir tarixiy mezgilga mahkum qilib qo'yib deydi. Shu vaqtda yaxshiti insonlar, yaxshilik shu vaqtda bo'lgan, buningki yaxshilik bo'lmaydi, qilolmaymiz. Biz lag'vamiz, ular bek taqvoti deb shu, bunda yurishga bo'lmaydi deydi. Biz chuqur qila olamiz, bu Qur'onning hukmi hozirmi kuchga, mangu kuchga biz tirishsak, bizni o'zgartirdi bu Qur'on. Tirishsak, bu bizni yaxshi yo'lga boshlaydi. Hozirgi holatimizni o'zgartira olamiz. Allah bizga shu ko'nib ibatgan bu kitobni deb mana ishini maqsaq, aminlashtirsak, ijro qilsak bo'lmaydi emas, bo'ldi deb. Oxir zaman bu. Oxir zamonda shunday bo'ladi. Zodi shunday bo'lib ketadi bu jamiyat. Aslida shunday bo'lish kerakdi. Chunki oxir zaman to'g'riliq rivoyatlarda shunday debtga debchi. Endi yuysak, bir-birimizni qonga bo'lib yuysak bo'lmaydi. İnşallah texmin yaxshi kunlarni ko'ramiz qarindoshlar. Xulosa deganda karomat zamonda emas, insonda demakdir. Asr suresi. Asr suresi bir ilohiy ultimatum xarakteriga ega. O muhotabiga buncha yuqori saviyada faqat Allohni so'z qila oladi, degizadigan shaklda xitob qiladi.
ve vicdanni hareketga keltirish, inson shaxsiyatini barpo qilish maqsadida vaqtni shohid qilib turib so'z boshlagan. Vel asr. Bismillahirrahmanirrahim. Suvdak eqib ketayotgan zaman asr bilan qasamki, asr shohid bo'lsinki. Yani birinchi ayet. Andın fakat Allah'la aytadigan bu so'zni aytgan. İnnel insane lefi husr. Şüphesizki insan ziyan içinde. Şüphesizki insan ziyan içinde. İkinci ayet. Andın ziyandan hali bulganlarının Allah'a etkini bayan kılgan. İllellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr. İman etkan sanayla iman etkan yaxshi amallarni qilib mas'uliyat ado qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilgan va sabrni tavsiya qilganlar buningdan mustasno. İman bilan yaxshi amallar, solih amallar birga kelyotidi. Mana qarabanglar. Illellezine amanu ve amilus salihat. Salihat yaxshi amallar. Salih ameller fakat özünden oylagan ameller emas, başkalarının oylagan, cemiyetinin oylagan emellerdir. Bu ayette yani mesela bir adam iman etti, onun imani onu yaxshi iş qilishga, salih iş qilishga yetaklamasa, onundan keyin o yaxshini qilgandan keyin cho'qim qanday qiladi? Boshqalar uni qarshi chiqadi. Yoki bo'lmasa işçi chidamay, sig'diranmaydi, yoki bo'lmasa uningga eg'ir gaplarni qilishi mumkin-ku. O vaqtda, yani haqni tavsiya qilamiz-da, haqni tavsiya qilgan vaqtda, yani bir-birimizga tavsiya qilamiz, boshqalarga deymiz, o'zimizla qolmaydi bu haq. Hozir biz da'vatga o'xshash haqni yetkazishning yo'lida menda ish qilamiz. Bunda qilsak, shu haq bizga tashatadi, chalmatadi, binas deb baqadamiz-ku. Bunda vaqtda biz sabrni tavsiya qilamiz bir-birimizga-ku. Sabrni o'zimizga masalan-ku. Sabr bilan yengimiz bu narsani. Shunga Ve Nasr suresi bayat İmam Şafii degandek ajoyib ma'nosi cho'nqur hayotimizga yo'linish beradigan bir sura-ku. Bu ayette 4 Allah'lık qilgan. Yani iman etish, salih amal qilish, haqni va sabrni tavsiya qilish. Bularni ishinish, yashash, bahriman bo'lish va bardoshlik bo'lish deb tarjima qilsak bo'ladi. Ta'riflasak bo'ladi deydi. Nima debdimiz? İşinish, yashash, bahriman bo'lish va bardoshlik. Birincisi Allah'ның, ikincisi hayotning, üçüncüsü insanның, dördüncüsü hakikatning haqqı. Qandaken birincisi nimeti işinişti. Bu Allah'ның. İkincisi nimeti salih amel. Bu bendenin. Allah'ın ikincisi hayatının yani. Şu bendenin hayatı da hayatının hakkı. Üçüncüsü nimeti bahriman buluş. İnsanın. Dördüncüsü bardoshlik berish, haqiqatning haqqi deb. Oldingi ikki alohidlik kishining shaxsiyati bilan keyingi ikki alohidlik kishining ijtimoiy jamiyatdagi mas'uliyati bilan munosabatli. Shunga aniqi limandagi kema xotirjam Türkçesini unutib qoldim da. Uyg'urchada mevilik tarafga tosh otadi deydigan gap bormi shu? Bir odam haqiqatni yaxshi ishni qilaman desa, o mevilik taraf tosh etiladi. Onun hozirlik bo'lish kerak. Cho'qim shunda bo'ladi. Tahdidlar bo'ladi, har xil narsalar bo'ladi. Meyli kim bo'lishini qatnashlar, meyli kofirdan bo'lsin, meyli musulmondan bo'lsin, bu ishni tushunmagan insonlardan unda tahdidlar bo'lish aniq shu. Şu onunla biz sabır bilen özümüzün işini kılıp
mıkış bilen ayda aşımız hem de şu. Bu yaşka 40 yaş kiripimiz 41 yaşka. Muşunda keldik hem de şu. İman etiş akide kalganları emel meselesi bulup insanların nicatlıkka erişişinin açıkçı mana bu 4 noktada ifadelenmekte. Ekşi bolganda insan hakikaten ziyan işidi buludu. Ya Rabbi, bizni ziyan işidi bolğuşlar qatarida bulup qilishdan saqlag'in. Yine iman etiş akide kalganları emel meselesi bulup deydi. O emel aldığımda de aldığın kişi alaydilik şahsiyeti bilen deydi. Bir adamın özünün şahsiyeti bilen keyinki kişi cemiyet bilen başka insanlarla münasebetlik deydi. Qarindoshlar anda bo'lsa bugun darsning oxiriga keldik. Ya Rabbi bizni ziyon ishida bo'lg'uchilar qatorida bo'lib qo'yishdan saqlag'in degan duo bilan shu oyatni shu ma'noda bugungi darsimizni mishada tamomlasak qarindoshlar. Yine eğer vaktimiz olsa erta bo'lmay qolsa dushanba kuni ko'rishamiz. Bu kitobni lozim deganlar xat yozsanglar yoki bo'lmasa bizning shu Facebookda Tor kitob deb latincha yozib Tor kitob deb izlasanglar shu yerda kitoblar bor. Shu kitoblarni tushib o'qisanglar bo'ladi. Android telefonda biz bir ishlatib ko'rib baqila o'qib baqila desanglar onu ivetib bersak bo'ladi. Unda olsa hammalarninki bugungi shanba kunining nihoyatda dam olishining yoki xizmatining xushal-xuram o'tishini tilaymiz. Bu xushal-xuram o'tishningki bir usuli var. Ya sevdiğin işi yap ya da yaptığın işi sev. Yani qilgan ishingizni yaxshi ko'rang, yoki bo'lmasa yaxshi ko'rgan ishingizni qiling. Bo'lmasa hayotingiz kechgacha shu o'zingiz dard bilan o'tib ketadigan gap. Bu hayot qanchalik yashaymiz, uqmaymiz. Shunga o'zinglarning qilgan ishinglarni yaxshi ko'rib qilinglar. Yoki bo'lmasa yaxshi ko'rgan ishinglarni qilinglar. Tanışıqçı qarindoshlardan Yunus Hoji, Takako Yanayi, Shuhrat Xo'shur, Umar Qaraqosh, Umar qarindoshlarimiz hammalarning Allohga omonat bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.